Bir kunda 10 ming qadam yurish kerak, necha ming qadam yurishim kerak degan ayollar 10 ming qadam yurishingiz kerak. 10 ming qadam yurganingizda qanaqa splashnoyroq kiyim kiymanglar. Orqasida kamida 1 sm podyomi balandroq bo'lib turishi kerak. Podyomga nisbatan tovon balandroq bo'lib turishi kerak. Oyoq tekis bo'lsa, grijasi bor ayollarga hali tekis splashnoy oyoq kiyimda uzoq muddat yurish beliga nagruska beradi. Chunki belga orqaga mana qilib yurishadi. 10 ming qadamni ovqatlanishdan oldin yurganinglar ma'qulroq. Ovqatlanishdan oldin hamma narsani, fizik harakatlarni qilsanglar, effektivroq bo'ladi. Ko'proq kaloriya sarflaydi va sizlar undan keyin kamroq ovqat yeysizlar. O'sha chunki toliqadi. Siz hamma kuchingizni bor ovqatni yeb olishga sarflasangiz, o'sha hamma o'sha energiya ham, kuch ham ovqatni yeb olaman deb tayyorlanib turadi. O'sha fizik harakatga kelganda, yo chiqim kelmayapti, yoki qilgim kelmayapti, yoki 10 ming qadam emas, 7 ming qadam o'zida qaytish boshlanadi. Endi uyimda begovoy darushkam bor. Shunda qanaqa yurishim kerak? Yoki-da bu yoqqa mana oldimga keladigan jon-onalarimiz o'sha to'lagan pullarni ichida yarim soat vaqtliroq darsdan oldin kelib, bemalol trenajyorniy zalimizga tushib shug'ullanishligi mumkin. Samostoятельный, ixtiyoriy, o'zligi xohlagan tarzda. Mani darsim o'zi 1 soat. Ayollarimizga tushuncha berib o'tmoqchiman. Begovoy darushkada qanaqa yurgan ma'qulroq. O'zingizga kerakli bo'lgan eng maksimal tezlik bu 40 dan yuqori bo'lishi kerak. Eng norma hisoblanadigan 55. Mana bu strelka toqqa chiqish uchun, balandlikka ko'tarilish uchun eng oxirigacha ko'tarib olamiz. Va nagruskani tovonga emas, oyoqning uchiga bergan holatda yo'qga harakat qilamiz. E'tibor beringlar. Begovoy darushkani oxirigacha balandligiga ko'tarib qo'yganman va oyoqning uchida mana shunaqa qilib harakatga kelib yurasizlar. Bu shunchaki qizib olishga bo'lsa 15 minut, 20 minut yetarli, lekin kaloriya sarflash uchun 1 soat. Kamida 1 soat yurishingiz kerak. Oyoqning uchida. Sekin yursanglar ham bo'ladi. Tez yurasizlar uning uchun. Baribirga ham oyoqni uchiga nagruska bergan holatda. Darushkani o'chirganimizdan keyin sirazu tushib ketmaymiz, 1 minut turamiz, chunki boshni aylantirib yuborishi mumkin. Nafas olib, o'zimizga kelib olib tushamiz. Ana shunaqa jon-onalar.